Salom hammaga do'stlar. Qalaysizlar, yaxshimisizlar? Men Shohjahon va do'stlar, bugun sizlar bilan biz Roblox o'ynaymiz. Robloxda biza brain rot bo'lib, hamma brain rotlarni, zo'r brain rotlarni olishga harakat qilamiz do'stlar. Men bu o'yinni o'ynab ko'rmagan va sizlarni birgalikda o'ynab ko'rmoqchiman sizlar bilan. Men hozir bu brain rotni oldim. İsmi Team Cheese ekan, $7 beradi ekan. Men buni nima deydi? Bu yerga bor deyapti. Hozir ko'ramiz. Bu yerda biza tezlik sotib olsak bo'ladi ekan. Ko'proq tezlik, biza bir tezlik olamiz. Menimcha, agarda tezlik olsak, biza tezroq yuramiz. Keyin yaxshiroq brendlarni olib bilamiz. Mana bu brendni qo'yamiz. Keyin bizlarga bu pul ishlab boshlaydi mana. Hozir u 5-o'rin ekan. Mana bu yerda bir odam kelib brendlarni maqtayapti menga. Qani brend bolamizdan da yuguramiz. Mana hozir bizani tutib olishdi va o'zini bazasiga solib qo'yishdi. Endi uxlab qoladi ana u. Biz esa brendlarini o'g'irlaymiz. Tezroq yugurish kerak, bo'lmasa bizani tutib oladi u. Qochamiz va mana bo'ldi. Endi bu brend bizaniki bo'ldi. Buni bu yoqqa qo'yib yana ko'proq pul ishlasak bo'ladi do'stlar. Endi biza yana tezlik sotib olishimiz kerak. Shunda biza yanada tezroq bo'lamiz va shunda u noob bizani tuta olmaydi. Mana sotib oldim, yana bir marta sotib olamiz. Bor pulimga. Ana endi tez yurish kerak-da, u uzoqdagi bazalarga borish kerak. Keyin shu yerdagi bazalarga borsak, biza qimmatroq brendlarni olamiz, ko'proq pul beradigan. Mana izimizda yuguryapti, lekin biza qocha olamiz. Osongina. Mana endi buni 3-brendimizdan qo'yamiz. Adi TikTok Sahur ekan. Yaxshi. 3 ta brendimiz bo'ldi. 3si ham bizlarga yaxshi qulab olib kelyapti. Bularni o'zimiz uchun kuchaytiramiz. Bu yoqqa boramiz va sotib olamiz. Qanchasini sotib olsak bo'ladi ekan? Sotib oldik. Endi yanada tezroq yugurib qochishga harakat qilamiz. Va lekin bizani yana sotib oldi. Bizlarga do'stlar yana ko'proq tezlik kerak. Bu yerdagi qaysi brend eng qimmat ekan? Shuni olish kerak. Mana bu juda ko'p beradi ekan, lekin hozir bizani tutib olish mumkin u. Mana buni olaveramiz. Bo'lmasa, uni olsak, u juda ham bizani osongina tutib olishi mumkin. Juda opasniy. Shuniga buni tutib oldim. Pipi Potato ekan ismi. Buni olib qo'yamiz. Bu lekin juda ko'p beradi ekan do'stlar. $151 beryapti bizlarga. Bahosi $151 ekan. Yo'q, kuchaytirsak bo'ladi ekan, lekin mana kuchaytiramiz dalshi. Bizlarga ko'p pul beryapti. Hammasini kuchaytirib chiqdim. O'zimizda ham kuchaytiramiz. Mana endi bo'ldi. Robux so'rayapti, bizda lekin Robux yo'q. Va yana tutib oldi bizani, yaxshi. U uzoqdagini olishga harakat qilib ko'raylikchi, balkim olarmiz. Balkim yo'q. Robux turadi ekan u. O'zi bilinib turadi. Mana buni olamiz. Bu $20 beradi ekan. Kepat degan ekan ismi. Buni ham ko'p qo'yamiz. 5-brendimiz bo'ladi. Buni ham kuchaytirib qo'yamiz. Endi bu yerda tezlik sotib olamiz, shunda tezroq yuguramiz. Mana buni sotib olsak, bizlarga 5 ta tezlik beradi ekan. Bizning tezligimiz 37 bo'ldi. Qani tezroq yuguramiz yana, lekin yana tutib oldi bu. Bizlarga ko'proq pul kerak. Tezroq kuchayishimiz kerak. Mana buni olib ko'raylikchi. Tuta olmaydi, biz tez yuguryapmiz. Endi buni bu yoqqa qo'yamiz. 6-brend va bizlarga qancha pul kelyapti? 31. Buni ham kuchaytirib qo'yamiz. Bizlarga o'zimizga pul qolmadi-ku. Yana o'ynaymiz va yana yaxshiroq brend olishga harakat qilamiz. Uzoqroqqa ketyapmiz birinchi marta. Mana bu bacon bizani tutib oldi. Bu yerda qimmatroq brendlar bor ekan. Eng qimmati mana bu ekan. Gangster food era. Olib qochamiz buni. Mana oldik. Tutib oldi bizani. U tezroq yuguradi ekan. Sho'ri juda qiyin ekan. Pullarimizni olamiz. Mana buni olamiz. 19,000 pulimiz bo'ldi, $19,000. Buni hammasini tezlikka kuchaytiramiz. Shunda tez yuramiz. Tezlikimiz 43 bo'ldi. Endi yugurib ko'ralchi yana. Hozir tutib oladi bu. Mana tutib oldi. Qani bu yerda nimalar bor? Mana bu juda qimmat ekan. Shuni olamiz. Tez yugur. Bo'lmaydi bu. Ko'proq kuchayish kerak. Bizning biz juda sekinmiz. Demak, bu degani bizlarga mana bu brendlar kerak. Ya'ni shularni kuchaytirishimiz kerak.
bizlarga ular ko'p pul olib keladi. Hammasini 10 urin qilib chiqamiz. Mana bu ham 10 bo'ldi. Tik-tak sahurni ham 10-level qilamiz do'stlar. Endi mana bu pipi potato 11-urin bo'lib ketdi, hech qisi yo'q. Mana hammasi endi bizlarga yaxshigina pul olib keladi. Bu yerda giftdan ham giftlarni olsak bo'ladi, bizlarga free brain rot beradi. Qani nima tushdi? Gang Zero Turlo, Triple Trop tushdi. Qani ko'ralchi. 25 dollar. Yomon emas, normalni chidasa bo'ladi. Buni ham 10-urin qilamiz tez. Ana 10-urin bo'ldi. Bu yerda yana bir mut brain rot bor. Brain rot emas ekan u, pul ekan. Mana bu esa brain rot. Va bizlarga cappuccino asosiysi tushdi do'stlar. Bu ko'proq pul berish kerak. 130. Oddiy bo'lib qoldi. Mana ko'rganlaringizdek event tugadi. Endi oddiy qo'shiq bilan oddiy havo bo'lib turibdi. Bularni ham kuchaytiramiz, yangi olganlarimizni. Buni ham cappuccino'ni ham 10-urin qilamiz. Ko'rganlaringizdek do'stlar, pulimiz bor. Juda ko'p bo'lib ketdi kuchaytirganimiz uchun. Endi o'zimizni kuchaytirsak ham bo'ladi bu bilan. Qanchalik tezlik bo'lib bilamiz ekan. Mana buni olamiz. Yana buni olamiz. Pul yetmay qoldi. Mana buni ko'p kuchaytirib yubordim cappuccino, lekin hech qisi yo'q. U yana ko'p pul olib keldi. Hammasini olamiz yanada va yana kuchaytiramiz o'zimizni va keyin zo'rroq brain rot olishga harakat qilamiz. Buni olamiz, keyin mana buni. Va yana endi bo'ldi, boshqa pulimiz qolmadi unga. Endi ko'ramiz tezligimiz. Juda tez yuryapmiz do'stlar. Bundan ham o'tib ketdik. 6-7 tutib oldi bizani do'stlar. 6-7. Qani kimni tutib olib ketamiz bu yoqdan? Cappuccino'ni tutib olishga harakat qilib ko'ralchi. 6-7. Juda tez yuguradi ekan 6-7. Nima qilishni bilmay qoldim. Bizlarga juda tez bo'lib ketsak, boshqa uzoqroq tomonlarga ketib qolyapmiz. Tezlikni boshqarib bo'ladimi ekan? Tak, pullarni olamiz yana hammasini. Juda ko'p bo'lib ketdi pullarimiz, hammasini kuchaytirishga kuchaytiramiz. Mana buni sotib olamiz. Endi ko'ralchi. Tezlikni kamaytirib ham bo'lmaydi ekanda, sho'ri yomon ekan. U osongina tutib oladi har safar. Mana buni olamiz. Planeta Dolphinita deydi. Lekin ulgura olmadik. U juda ham tez. Tak, nima qilamiz? Unda brain rotlarimizni kuchaytiramiz. Hammasini olib chiqamiz pullarini. Best qilsak ham eng zo'rlarini qo'yadi ekan. Mana bunaqa. Taxlab ko'p qo'yadi. Eng qaysilari zo'r va qaysilari kam pul beradi. Hammasini kuchaytirib chiqamiz. 5-6 urin beramiz. Cappuccino'ni esa ko'proq kuchaytiramiz. Va hammasini cappuccino'ga kuchaytirdim. Nimaga desa, u juda ko'p beryapti. Glavniy bizlarga eng ko'p pul berib turgan ana shu. Yana shu zo'r brain rot kerakda bizlarga. Tezlikni kamaytirish kerak, tezlikni. Juda tez ketib qolyapmiz. Boshqalarinikidan o'g'irlab ham bo'lmaydi-da, 6-7nikidan o'g'irlasak bo'ladi ekan. Mana buni olib ko'rishga harakat qilaylikchi. Yo'q. U juda ham tez. Mayli. Mana bizda shunchaki pul bo'ldi. Buni hammasini yana tezlikka kuchaytirib ko'ramiz. Bizlarga faqatgina tezlik kerak. Mana bu yerda free roll qilsak bo'ladi ekan, bizlarga bepul brain rot beradi o'xshaydi deb o'ylagan edim, lekin biza repetish qilishimiz kerak ekan. Repetish bu boshqatdan boshlash o'yini, lekin kuchliroq qilib boshlaysiz. Mana bu cappuccino bor ekan, oltin. Shuni olib ko'ralchi. 2-floram bor ekan do'stlar buni. Ulgura olmayapmiz-ku. Qanchalik kuchaytirsak ham. Demak, ko'proq tezlik kerak yana. Ko'proq tezlik. Bu yerda repetish qilib ko'rsak ham bo'ladi. Bizani tezligimiz yetibdi. Unda repetish qilib ko'ramiz mana. Brainrotlarimiz qoladi ekan, lekin pulimiz noldan boshlaydi ekan. Bu zo'r degani. Demak, biz yana davom qilishimiz mumkin. Brainrotlarimiz bilan birga. Brainrotlar yo'qolib ketadi deb o'ylagan edim. Lekin nimaga desa, ko'p o'yinlarda shunaqa bo'ladi. Brainrotlar yo'qolib ketadi, ya bo'lmasa eng zo'ri qoladi. Mayli, tak kuchaytiramiz tezlikni. Bizda shunchaki pul bo'ldi. Tezlik arzon bo'lishi kerak mana. 10 likda olamiz.
Mana endi mana buni olamiz. Endi ko'raylikchi ulgura olamizmi ekan. 67 ushab oldi. O, Trippi Troppi 186 dollar beradi ekan sekundiga. Shuni olib qochamiz. Yo'q, yana tutib oldi u 67 bizani. 67 juda tezroq ekan. Yaxshi, biza tezlikka e'tibor beramiz yana. Ya bo'lmasa prerodlarimizni ham kuchaytirsak bo'ladi. Mana bu kichkinalarni, ko'p pul olmaydiganlarni. Ular ham bizlarga sal-pal bo'lsa ham yaxshi pul olib kelyapti. Mana Trippi Tropini ham kuchaytiramiz, buni ham kuchaytiramiz. Hammasiga pul berib chiqamiz. Mana bu juda ham arzon turadi ekan. Va pulimiz qolmadi, hammasini kuchaytirishga sarfladik. Pullarni yana olamiz hammasini. Bizlarga ko'p pul bo'lib kelyapti deb bitirish qilganimiz uchun mana ko'rganlaringizdek 1.5 ko'proq kelyapti. Keyin endi tezlik olamiz. Shuni olib bilamiz ekan, bizlarga 10 tezlik qo'shadi ekan. Endi yugurib ko'raylikchi. 63 tezlik. 67 ushab oldi bizani har doimgidek. Gangster Futera bor ekan, bu yerda esa Avocodini Gufo bor ekan. Ulgurmayapmiz. Qanaqa qilib do'stlar, qanaqa? Tezroq yugursa bo'ladimi ya? Men tushunolmayapman. Nima qilsak, qanchalik kuchaytirsak ham, lekin biz ulgura olmayapmiz. Brendlarni olib qocha olmayapmiz. Mana shu brendlarimiz bilan o'ynayapmiz. Bular juda tez yuguradi ekan. Nima qilsak bo'ladi do'stlar? 1 million bo'layotir pulimiz. Tezlikka kuchaytiramiz hammasini yana. Qani ko'raylikchi, balkim ulguramiz brend olishga. Mana shu bacon ham ushasa zo'r bo'lar edi. Bir patamini olamiz. Qani qochdik. Yo'q, u juda tez. Nima qilib tez yugursak bo'ladi? Yo'lini topish kerak, yo'lini. Yaxshi, mana bu brendlarimizni kuchaytiraylikchi. Ular juda ham ko'p pul olib kelyapti. Ayniqsa Cappuccino Assassino. Mana buni 100 qilamiz. O, juda qimmatlatib yubordik. Mana buni ham kuchaytiramiz. Mana bunga pul qolmadi. Pullarni olamiz. Mana bu yerdagi pulni ham olamiz. Kuchaytiramiz hammasini. Endi ko'raylikchi qanchalik pul olib keladi ekan bular. Tim Cheese'ni ham kuchaytirib yuborish kerak. Pul yana qolmadi. Bor pulimizni shu kuchaytirishga sarflab turibmiz hozircha. Umid qilamanki, ular ham ko'p pul olib keladi. Oho, juda qimmatlab bo'lib ketdi. Cappuccino'dan ham ko'p kuchaytirib yubordik mana buni. Mana bu bizlarga bir rotini maqtayapti. Bizlarga juda kuchli brain rotini berdi. Buni qaranglar. Rainbow Smurf Cat. Rahmat brat, rahmat. Katta rahmat. Bizlarga juda qimmat brain rotini berdi. Buni qaranglar. Bu qancha bu? Juda ko'p-ku. Biz boyib ketdik-ku do'stlar, shu darajada. Bu pulga qaranglar. Oho. Mana buni ham beryapti bizlarga. Brendlarimiz juda kuchli bo'lib ketdi-ku. Buni qaranglar. Divine dedi do'stlar, Divine. Buni OG. Bu hackermi yo? Bu shu neden zo'r brendlari bor buni. Oho, buni qaranglar. Bizlar boyib ketdik. Pullarimizga qaranglar. Mana bu brendlar hech qanday ko'p pul olib kelmayapti bizlarga. Endi kuchaytirib ko'raylikchi tezligimizni nima bo'ladi ekan. Osongina bosib tashlayveramiz. Buni qaranglar. Pulim ketmayapti voqi. Dim ko'p ishlatgan bo'lsam, bir ham ketmayapti. Shu darajada bizlarda dim ko'p bo'lib ketibdi. Kuchaytirish uchun qancha ekan ularni? Oho, qni deb yozib qo'yibdi. Bizada hali yo'q bunaqa pul. Juda qimmat ekan. Mana bu nima? Los Chicleteras. Oho, bu ham juda вообще dim ko'p beradi ekan. Equip best qilamiz. Mana bu 3 tanasi dubdina. 3-chi Troll Face, 2-chi Los Chicleteras, Smurf Cat do'stlar. Biz yana boyib ketdik. Tezlikni ko'ramiz endi. Eng muhimi tezlik. Qani ko'raylikchi qanchalik tez. Oho! Biz juda tez yuryapmiz-ku. Flamingo tutib oldi bizani. Вообще ko'rdingizlarmi do'stlar qanchalik tezligimizni? Qoch. Ulgura olmadik. Shunda ham ulgurmayapmiz.
Mana bularni olsak, bizlarga ko'proq tezlik qo'shib beradi ekan. Ya bo'lmasa rebitrish kerak ekan, rebitrish. Demak, bu degani bizga ko'proq rebitrish qilishimiz kerak. Bo'ldi, hech qisi yo'q. Mana rebitrish qilamiz. Pullarimizni olamiz va yana kuchaytiramiz. Mana kuchaytirib tashladik tezliklarni olib. Endi yana rebitrish qilsak bo'ladi. Keyin mana bu ochiladi mana. Cappuccino ochildi endi bizda do'stlar, cappuccino. 4 marta rebitrish qilsak, keyin yana birisi ochiladi. Endi bildim nimaga sekin yuratganimizni. Endi tushunib yetdim do'stlar. Yaxshi, yana kuchaytiramiz va yana rebitrish qilamiz. Mana bosib tashlaymiz buni. Kerak bitirish. Va bizada nima ochildi? Bir patapim ochildi. Endi ko'raylikchi qanchalik tez yurimiz ekan. Yordam beradimi, yo'qmi? Endi menimcha ozgina yordam beradi. Nimaga desa, bu yerda ko'rib turganlaringizdek, unchalik ko'p tezlik qo'shib bermaydi. Buning uchun ko'proq rebitrish qilishimiz kerak do'stlar. Mana ko'rganlaringizdek do'stlar, biz shunchalik zo'r brendlarni oldik. Bugunga yetarli deb o'ylayman. Agarda sizlar ko'p like'larni bosib, kommentariyada yozib tashlasangizlar, buni ikkinchi qismini chiqarib va bundan ham tez yurishga harakat qilamiz do'stlar. Uni do'stlar keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling va bye.